Qashqar Saman Sayat Guruhining bosh direktori, Saman mehmonxonasining sohibi İbrahim Musa Qashqarda eng baldur igilik tikilgan mevchi savdosi, uy mulk tijorati, mehmonxona va sayat ishlari qatorliq ko'p xil sohalarda savdo qilib beyg'on kishi. İbrahim Musa Xitoy davlat bexatarlik xodimlari tomonidan 2017 yilning 5-ida Urumchiga olib ketilgan. Oradan uzun o'tmay uning ayoli Dilnur va bir o'g'limi tutqun qilingan. Qashqardagi Saman mehmonxonasining mulozimatchi xodimlari İbrahim Musa haqida o'zlarining hech bir ma'lumoti yo'qligini, faqat mehmonxonaning navbatdagi direktorining javob bera oladiganligini bildirgan. Mazkur mehmonxonaning navbatdagi sohibi Wozong ismli bir Xitoy ekan. Muxbir bu Xitoy orqali İbrahim Musaning tutqunda ekanligini dalilladi. Gerçi o İbrahim Musa'nın eni qachon tutilganligi haqida ma'lumot beramagan bo'lsa-mu, ammo İbrahim Musa'nın ayoli Dilbar Husaynning tutqunda ekanligini inkor qilmadi. O'zining Saman tavalligining muqimlik ishlariga mas'ul saqchi ekanligi va bir guruh davlat amallik xodimlarining boshlig'i ekanligini tilga olib, İbrahim Musa'nın delosiga o'zining aralashmaydiganligini, deloning tafsilotidan xabari yo'qligini, İbrahim Musa Urumchiga olib ketilgandan keyin aloqador ishlarda mehmonxonaning navbatdagi direktori Wozong bilan munosabat qilayotganligini tilga oldi. Ilgari Qashqarda xalqaro mevchi savdosi bilan shug'ullangan, navbatda Yaponiyada panolanib turayotgan Abdurahmon Hasan apandining bayon qilishicha, İbrahim Musa Qashqarda xeyli iyilik tiklagan tijoratchilardan biri bo'lib, u oldingi yili Qashqar viloyatlik savdo sanoatchilar birlashmasining raisi Abdujalil Hojim qatorliq bir turkum savdo sanoatchilar bilan bir qatorda tutilgan ekan. Qashqar vaziyatidan xabardor kishining bayon qilishicha, Qashqarda ko'zga ko'ringan Uyg'ur savdogarlar 2017 yildan boshlab tutqun qilingandan keyin ularning savdo shirkatlarining ba'zilari Qashqarda savdosi oqmagan Xitoy tijoratchilarining qo'liga o'tib ketgan. Yana ba'zilari bo'lsa shu shirkatlardagi Xitoy ish xizmatchilarining qo'liga o'ngchi qolgan. Mazkur davlat amallik xodimi Saman mehmonxonasining navbatdagi direktori Wozongning aslida bu mehmonxonaning bir mulozimatchisi ekanligini oshkorlagan. İbrahim Musa'nın 6 farzandi bor bo'lib, ularning navbatda uyida bor yo'qligi, o'tiranchi o'g'lining tutqunda ekanligidan boshqa İbrahim Musa'ning tutilish sababi, Urumchiga olib ketilgandan keyingi qamalgan o'rni va taqdiri haqida hech qanday bir ma'lumot yo'q. Abdurahmon Hasan apandi İbrahim Musa'ning ijtimoiy munosabatlari va faoliyatlari sababli tutqun bo'lish ehtimolligining tuvanligi, uning faqat muvaffaqiyat qozongan bir Uyg'ur korxonchi bo'lish sifati bilan Xitoy doiralarida andish paydo qilgan bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. Xitoy tor arxivlarida ham saqlanib turayotgan Sharq Turkistondagi uy mulk shirkatlari va savdogarlar tizimligida İbrahim Musa'ning ismi va Saman Sayat ishlari guruhining nomi tilga olingan. Mazkur tizimlikda İbrahim Musa'ning 2000 yilda 12 ming yuanlik mablag'ga ega korxonchi ekanligi xotirlangan. Tayvanning poytaxti Taybeyda o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik muhokama yig'inining ochilish marosimida so'z qilgan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen jazo lagerlari masalasini tilga olgan. Xalqaro diniy erkinlik yig'ini Tayvan tashqi ishlar ministrligi, Amerikaning Tayvanda turishliq organi va Tayvan demokratiyani ilgari surish fondi birlikda uyushtirgan bo'lib, yig'inga diniy besimga uchrayotgan Uyg'ur, Tibet va Falun Gongchilardan sirt Osiyo qit'asida diniy jihatdan ziyonkashlikka uchrayotgan boshqa millatlarning vakillari qatnashgan. Uyg'urlarga vakolatan Uyg'ur faoliyatchisi O'rkash Davlat, Uyg'ur advokati Nuri Turkel, Uyg'ur faoliyatchisi Roshan Abbas, Anvar To'xti, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili Ilham Mahmud qatorliqlar ishtirok qilgan. Tayvanda chaqirilgan xalqaro diniy erkinlik yig'inining ochilish marosimida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen nutq so'zlagan bo'lib, so'zlagan so'zida jazo lagerlari masalasini tilga olib, Xitoyning atalmish tarbiyalash markazlarini echish orqali o'zining siyosiy maqsadiga yetish uyoqda tursin, mag'lubiyat tarafiga qarab qadam bosganligini ta'kidlab o'tgan. Arkadan bu yig'inni chaqirish fikrini o'ttirg'i qo'ygan Amerikaning sobiq kengash palata a'zosi, hozirgi Trump hukumatining oliy diniy erkinlik elchisi Sam Bromberg apandi so'zlab, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati to'g'risida tafsiliy ma'lumot bergan. Nuri Turkel apandi bu yig'inning Uyg'ur da'vosi uchun zo'r ahamiyatga ega ekanligini, chunki bu yig'inga qatnashgan siyosatchi, diplomat va mutaxassislarning muhim kishilardan tarkib topganligini, yig'inga Uyg'ur masalasining zo'r salmoqni egallaydiganligini o'ttirg'i qo'ydi.
11 martda Xubey Wuhan shaharlik Tianmin kasbiy institutining minglarcha o'quvchisi namoyish qilib, mazkur maktabning qora maktab ekanligiga, o'zlarining necha yillik o'qish hayotining bekor o'tishiga, o'rlab o'qish salohiyati mahrum bo'lganligini, nopuslarni o'rinlashtiramiz deb vaqtni kayniga surib, qora nopus qilib qo'yganligini, o'lchamdan ortiq naq pul olganligi, o'zlarining o'qishga munosabatlik hech qanday material yo'qligi qatorliqlarga qattiq norozilik bildirib, xalq hukumatining oldiga yig'ilgan. Lekin yerlik saqchilar tarafidan qurolliq bostirilib, nurg'un o'quvchilar tutqun qilingan.